Erkaklar quloq soling, agar sizni tez-tez peshobga chiqish, achishish, tomchilash va pastki sohadagi og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, bunga beparvo bo'lmang, yechimi bor. Sedanachi Muxtor milliy brendidan Prostamix. Bu mahsulotni turkiyalik urolog Yunus Tur tavsiya qiladi va Prostamix 17 xil shifobaxsh giyoh jamlangan eng kuchli formula sanaladi. Jinsiy zaiflik bilan birga bepushtlikni oldini olishda yordam beradi. Bugun buyurtma bering va 50% chegirmadan foydalaning. Hoziroq qo'ng'iroq qiling 55 kodi bilan 503 2200. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan har doimgiday siz kutgan kanal Turfolim. Uzoq tanaffus uchun barcha muxlislarimizdan uzr so'ragan holda mavzuni boshlaymiz. Tasnim agentligining xabar berishicha 5-aprelga o'tar kechasi Eron Islom inqilobi qo'riqchilar korpusi havo mudofaa tizimlari Eron hududida Amerika Qo'shma Shtatlari havo kuchlariga qarashli bo'lgan F-15 qiruvchi samolyotini urib tushirgan. Tasnimni tasdiqlashicha, bu turdagi qiruvchi samolyotlar Isroil havo kuchlariga ham berilgan. Qiziq tomoni shundaki, Tasnim agentligiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari o'z samolyoti urib tushirilgan hududga hodisadan ko'p o'tmay, agar uni shunday atash mumkin bo'lsa, albatta zarba bera boshlagan. NBC News agentligining xabariga ko'ra esa, qulatilgan F-15 qiruvchi samolyotini qidirish paytida Amerika Qo'shma Shtatlarining 2 vertolyoti o'qqa tutilgan. NBC News ma'lumotiga ko'ra, Eron hududida urib tushirilgan F-15 qiruvchi samolyotini qidirish ishlari davomida Amerika Qo'shma Shtatlarining 2 harbiy vertolyotiga o'q uzilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, barcha ekipaj a'zolari xavfsiz ekani aytilgan. NBC News xabariga ko'ra, vertolyotlardan birini ekipaj a'zolari jarohat olgan va tabiiyki ularga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Eshitmaganlar uchun eslatma. Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump NBC News telekanaliga bergan o'z intervyusida Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy samolyotlarini qulatilishini Eron bilan muzokaralarga ta'sir qilmasligini bildirgan. Shu bilan birga Fars News'ning xabariga ko'ra, Eron Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan taklif qilingan 48 soatlik o't ochishni to'xtatish taklifini rad etgan. Bunga esa Eron prezidenti Masud Pezeshkianning amerikaliklarga murojaati sabab bo'lgan. Fars News agentligiga ko'ra, Masud Pezeshkian amerikaliklarga murojaat qilayotgan paytda Amerika Qo'shma Shtatlari Eron poytaxti Tehronga zarba bergan. Pezeshkianning yangi bayonotidan ma'lum bo'lishicha, ushbu hujum natijasida oliy rahbar maslahatchisi Kamal Harraziy yaralangan, uning rafiqasi esa halok bo'lgan. Ha aytgancha, Tasnim agentligiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari urib tushirilgan F-15 samolyoti piloti bo'lishi mumkin bo'lgan hududlarni bombardimon qilmoqda. Negaki, agentlik xabariga ko'ra, Washington ekipaj a'zosini tirik topishdan umidini butunlay uzgan va uni yo'q qilishga urinmoqda. Eslatib o'tamiz, Eron Islom inqilobi qo'riqchilar korpusi qo'mondoni 5-aprelga o'tar kechasi bergan o'z bayonotida rasman Isroilning 2 yirik elektr stansiyasi Eron va uni ittifoqchilari tomonidan ehtimoliy nishonlar ro'yxatiga kiritilganini ma'lum qilgan. Tasnim News ma'lumotiga ko'ra, bu obyektlar strategik infratuzilma sifatida qaralib, ehtimoliy zarbalar uchun muhim nishonlardan biri hisoblanadi. Endi Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'anni Istanbulda Hizbulloh vakillarini qabul qilganiga oid xabarga o'tamiz. Diqqat bilan eshiting. Turkiyaning TRT agentligining axborotiga ko'ra, Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an Hamas harakatining yuqori lavozimli delegatsiyasi bilan uchrashuv o'tkazdi. Muzokaralar 2026-yilning 4-aprel shanba kuni Istanbuldagi Dalmabaxchi Palas ishchi ofisida bo'lib o'tdi. Prezident administratsiyasi huzuridagi aloqalar boshqarmasining rasmiy bayonotiga ko'ra, yopiq tarzda o'tgan uchrashuvning asosiy mavzusi G'azo sektoridagi vaziyat va mintaqaviy barqarorlikka erishish yo'llari bo'lgan. Uchrashuv davomida Erdo'g'an Turkiya xalqaro maydonlarda doimiy o't ochishni to'xtatish rejimini tezkor joriy etish uchun faol diplomatik harakatlar olib borayotganini ta'kidlagan. U qon to'kilishini to'xtatish gumanitar halokatni oldini olishda eng ustuvor vazifa ekanini ham qayd etgan. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfolim bilan qoling. Siz kutgan kerakli va eng yangi ma'lumotlar hali oldinda.